Assalomu alaykum do'stlar, navbatdagi otishli videomizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Nuriddin Ergashev, kanalimni ko'rib turganimdan xursandman. Hozir kabachokdan ajoyib taom tayyorlaymiz inshaalloh. Правильный питаниyaga. Kaloriyasi ham juda ham kam va foydali inshaalloh. Bunga tayyorlashingizga hammasi bo'lib 5 daqiqa vaqtingiz ketadi. Ko'p vaqtingizni band qilmaydi va ko'p mahsulot ketmaydi. 2-3 ta mahsulotdan juda ham ajoyib taom tayyor bo'ladi. Unday bo'lsa videoni cho'zib o'tirmaymiz. Hozir boshlaymiz. Demak do'stlar, bizga 2 dona o'rtacha kattalikda kabachok kerak bo'ladi. Bosh qismini va orqa qismini olamiz. Inshaalloh tayyorlab ko'ring. Xo'p, mana shunaqa kattalikda 4 tasini, ya'ni supermarketdan 10 ming so'mga olganman. Uncha qimmat turmaydi. Bizga tyorka kerak bo'ladi. Katta ko'zdan o'tkazsangiz ham bo'ladi. Do'stlar, demak, qirg'ichdan o'tkazib oldik. Endi yaxshilab tuzlaymiz buni. Yaxshilab tuzlang. Hamma joyiga tuz tegsin. 2 daqiqa qo'yamiz tuzlagandan keyin kabachokning o'zidagi soki chiqib ketish kerak. Ya'ni mana shunaqa qilib aralashtirasiz. Hech qanaqa o'zini suvi qolmasligi kerak o'zida. Agar yaxshilab siqib suvini chiqarib tashlamasangiz, pishishida xatolik bo'ladi. Ya'ni ezilib qoladi. Siz aytganday taom chiqmaydi. Hozir yaxshilab tuzni sepishdan qo'rqmang, yaxshilab sepavering. Ya'ni tuzi suvi bilan birgalikda chiqib ketadi. Xo'p, yana aralashtiramiz. Yaxshilab. 2 ta kabachok, 2 dona tuxum kerak bo'ladi bizga hozir va birozgina ovsyanka uni yoki bo'lmasam ovsyankani o'zini blenderdan o'tkazasiz. Ozroqgina kerak bo'ladi. Xolos, уже suvi chiqib boshlayapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ezilib boshladi. Do'stlar, demak 1,5-2 daqiqa turdi. Mana o'zidan sokini ajratdi bu. Mana bemalol qo'lingiz bilan yaxshilab siqasiz. Sal pasaytiraylik. Mana shu ortiqcha suvini to'kib tashlaysiz. Qo'lingiz yordamida ham yaxshilab siqasiz. Shu sokini ajratish uchun yaxshilab siqaverasiz. Bitta idish to'la turadi. Ezib qo'lingiz yordamida suvini chiqarasiz. Xuddi mana shunaqa shakl keladi. Hozir suv qolmadi. Blenderimizni olamiz. Mana shuncha miqdorda, ya'ni ozroq blenderdan maydalab olamiz. Sizda ovsyanka uni bo'lsa, ovsyanka unidan foydalanasiz. Agar ovsyanka uni bo'lmasdan mana shunaqa doni bo'lsa, ya'ni o'sha donini izmilchit qilib olamiz blender yordamida. Bismillah. Mana maydalab oldik. Idishimizga solamiz. Agar siringiz bo'lsa, sir tyorkadan o'tkazib sir aralashtirasiz. Tyorkadan o'tkazilgan sir. Bo'lmasa shart emas do'stlar. Va 2 dona tuxum aralashtiramiz. Vilka yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Xuddi mana shu ko'rinishda massamiz tayyor bo'ldi do'stlar. Tagi kuymasligi uchun ozroq alif kuymasini ishlatamiz. Va hamma joyiga yog'imizni yoyib chiqamiz. Do'stlar, olovni past qilamiz, yoyib olganimizdan keyin. Xo'p, 2 daqiqaga qo'yib qo'yamiz bir tomonini. 2 daqiqa, 2-2,5 daqiqa yetarli bir tomonni pishishiga. Do'stlar, ozuvchilarga zo'r manzara, bir burchakdan bego'ydorishga tursa, bir burchakdan televizor tursa, ya'ni o'zingizga yoqqan filmlarni ko'rib, bu yoqda ham ustida yurib, kaloriya sarflasangiz, ham olsangiz, ham film tomosha qilsangiz, vaqtingiz bekorga sarflanmaydi. Imkoniyat sizda bo'lishi mumkin. 25-mart kuni marafon e'lon qilyapman 1 oylik. Kim ko'p og'ir vazn tashlasa, o'sha kishiga xuddi mana shunaqa bego'ydorishga olib borib beraman. Xuddi mana shu joydan, uchoq kuchligidan zo'rdan olib borib beraman. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa, marafonga ishtirok etib, ishtirokchilarning orasida ko'proq vazn tashlashingiz kerak. Yarim kilogramm bo'lsa ham bo'ldi. Marafonimiz 1 oy bo'ladi do'stlar. Marafonimiz narxi atiga 120 ming so'm. 25-mart kuni start beriladi. Ro'yxatga olish boshlangan uje. O'tgan kuni ham video qilgandim. Ulgurib qoling, joylar soni cheklangan do'stlar. Harakat qilamiz qatnashishga marafonga. Va xuddi mana shunaqa bego'ydorishga kattasidan sizniki bo'lishi mumkin. Vibratsiyasi bor, komplektida gantellari bor. Xuddi mana shunaqasini olib borib beraman. Davay, sizlar marafonda kutaman. Harakat qilinglar, ulguringlar ro'yxatdan o'tishga. Marafonimiz narxi 120 ming so'm. Kommentariyada silka qoldiraman. O'tib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi shu silka orqali. Do'stlar, 2 daqiqa o'tdi. Xuddi mana shu tarzda, ya'ni og'darib olamiz ikkinchi tomoniga. Bismillah. Mana ko'rdingiz? Ya'ni kadr kesilgani yo'q, xuddi mana shunaqa og'darib olsa bo'ladi. Keyin mana shunaqa qilib mana shu joyiga e'tibor berasiz do'stlar, mana shu joyiga e'tibor berasiz. Sirni olib, tyorkani mayda tomoni bilan chiqarib olamiz ozroq ustiga. Do'stlar, sirni soldik va 2 daqiqa bu tomonini ham pishirib olamiz. Do'stlar, ikkinchi tomoni ham pishdi. Do'stlar, meni sirim yaxshi chiqmadi, uncha erimadi, ya'ni ko'ngildagidek chiqmadi. Siz normalroq sir olsangiz, ya'ni eriydi. Ya'ni ko'ngildagidek bo'lmadi-da, ustidagi erish kerak edi, ham yoyilib, juda ham yaxshi ko'rinishga ega bo'lish kerak edi. Bismillahirrohmanirrohim. Ovsyanka xlopiyani solganimiz, tuxum bilan kabachok ikkalasini aralashtirib qilsangiz ham bo'ladi, tarqalib ketadi-da, o'sha jipslashtirib beradi bir joyda. Bismillahirrohmanirrohim. Xuddi mana shu tarzda pishadi do'stlar. Albatta tayyorlab yenglar, juda ham mazali va kam kaloriyali taom. Xudo xolasa, ozishingizga juda ham yaxshi yordam beradi. Mazasiga ham gap yo'q.